Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Gollandiya şoferlik birozi nazariya darsimizga xush keldinglar. Biz bu nazariya darsini o'tgan yili o'tishni boshlagandik. Mana bugun Allohning rahmati bilan eng oxirgi darsimizni o'tyapmiz. Ya'ni bugun eng oxirgi dars 35-dars. Bugungi dars nazariya bilan hech qanday aloqasi yo'q, lekin amaliyot imtihoni to'g'risida, ya'ni amaliyot imtihoni qanday shaklda ilindi, amaliyot imtihoni qilishdan burun qanday shartlarni hozirlashimiz kerak, mushlar to'g'risida sizlarni qisqacha tushunchaga ega qilish uchun bu darsni tayyorladik. İnşallah bu darsdan ham amaliyot imtihoni to'g'risida foydali uchurlarga ega bo'lganligingizga ishonamiz. Shuningdek bu darsdan hech qanday bir imtihon savoli unda bo'lmaydi-ku. Shu nazariya imtihoni o'tib bo'lgandan keyin sizlar uchun amaliyot imtihoniga tayyorlik qilishdagi bir yordamchi dars. Yani amaliyot imtihoni berish uchun qilish tegishli ba'zi ishlar bor. Yani oldin bilan nazariya imtihonidan o'tib bo'lgandan keyin nazariya imtihoni 1,5 yil kuchga ega. 1,5 yilning ichida cho'qim amaliyot imtihoni berishinglar kerak. Agarda 1,5 yil vaqt o'tib ketib qolsa, u vaqtda nazariya imtihoni qaytadan berishinglar to'g'ri keldi. Ondan sizlar amaliyot darsi ilib bir shoferlik maktabiga tizimlab amaliyot darsi ilib amaliyot imtihoni beraman degan vaqtda qilish tegishli ish bor. Birinchisi sizlar imtihon beradigan shoferlik maktabininki, sizlar dars olgan shoferlik maktabininki sizlarni amaliyot imtihoniga tizimlatish uchun yani Reishul Maxtixing xeyfin deymiz. Yani shoferlik maktabining imtihoniga tizimlatishga ijozat beramiz. Yani bunu qanday qilamiz degan vaqtda shu DHD orqali Main CBR, yani Main CBR ga kirgandan keyin har qanday bir Reishulninki bir nomer bo'ldi-ku. Shu nomerni sizlarga shu shoferlik darsi o'tgan odam cho'qim deb beradi. Mushu mening nomerim bor, mush nomer orqali menga Maxtixing bergan deb, yani sizlar Maxtixing bergandan keyin u vaqtda u odam sizlarni imtihonga tizimlaydi. Yani qildigan bir ish shu. Onda yana birisi amaliyot imtihoni berishdan burun maxsus sog'lomlik tekshirish jadvali bor. Bu jadvalni ham Main CBR ga DHD orqali kirib tizim to'shqiza olamiz. Bu jadvalni to'shqizishinglar kerak. Bu jadvalni to'shqizish ham bir majburiy jarayon. Bu jadvalni to'shqizgandan keyin 41 euro pul oladi. Agar pulni to'lamasanglar, o chaqda sog'lomlik tekshirish jadvali ham kuchga ega bo'lmaydi-ku. Mush pulni to'lagan, mush jadvalni to'shqizib pulni to'lagandan keyin ondan CBR tarafidan siz imtihon bersangiz bo'ldi ekan yoki bo'lmaydi ekan deydigan bir uqtirish chiqarib berdi. Endi bu qanday jadval, bu jadvalda qanday savollar bor deganda biz bu jadvalning savollarini qisqacha bu yerga yozib qo'ydik. İnşallah bu savollarni sizlarning tushunib yaxshi to'ldirishinglar uchun ham uyg'urcha tarjima qilib qo'yamiz. Hozircha qisqacha deb o'tsam, masalan bu jadvalda qo'llaringizni, barmoqlaringizni, bilaklaringizni yaxshi ishlata olamsiz va yoki bir ahvol bormi, putlaringizni yaxshi ishlata olamsiz, ko'zingiz yaxshi ko'ramdi. Hozirning o'zida ko'z doktori tarafidan bir davolangan ahvol bormi, shakar kasalligingiz bormi? Ondan bir börek kasalligingiz bormi yoki börek ojizlik bormi, ondan bir o'pka kasalliklaringiz, yuqori qon bosim va yoki boshqa turdagi qon kasalliklari bormi va yoki yurak yoki qon tomir kasalliklari bormi? Ondan 9-savol, yani sizningki nerva sistemangizda va yoki mingizda va yoki muskullarda mesela mingiga qon tushish, u bu degandek mushlar bir kasallar bormi, tutqoqlik kasalligingiz bormi va yoki 14-savol, nima 11-savol, kunduzi haddidan ziyoda turiblam uyqungiz kelib ketadigan bir kasallaringiz yoki alomatlar bormi va yoki buningdan burun, yani oldimizdagi 3 yil ichida siz turibla mushingizdan ketadigan ahvollar bo'lib baqqanmi va yoki maxsus bir xil boshqaydigan kasallar borchu. Shu boshqayish kasalning ta'siridan doim beshingiz qaydigan ahvollar bormi va yoki 14-savol, ba'zi ADHD degan faqat jim turolmaydiganchu, haddidan ziyoda harakatchan yoki unday kasalligingiz bormi? 15-savol,
Autizmi degan ba'zi Asperger keseli deb ba'zi kasalliklar bo'ldi. Hamma ishning qoida bo'yicha bo'lishni xohlaydigan, agar bunda tuyuqsiz bir ahvollarda o'zgarish bo'lib qolsa, yaxshi inkos qaytarolmaydigan shu bir xil kasallikchu. Masalan, biz yo'lda mashina haydagan vaqtda hamma ish men arzu qilgandek bo'ldi, yo'llar ochiq bo'ldi deb unda demaymiz-da endi. Chunki bir yo'lni millionlab odamlar mashina haydab ishlagandan keyin, har bir ishlatgandan keyin har bir shoferning o'ziga xos haydash usuli bo'ladi, haydash xarakteri bo'ladi. Hamma odamning qatnash qoidasiga rioya qilib haydab ketishi notayin degandekchu. Ya'ni autizm degan narsa bir jiddiy ahvollar bo'lib qolsa, bunda kasal bor odam yaxshi inkos qaytarolmasligi mumkinchu. Onda 16-savol, masalan, hozir ro'y jihatda davolanishda bo'ladimsiz yoki psixolog tarafidan biror ro'y kasalligi diagnoz qo'yilganmi? 17-savol, siz oldin o'tgan 5 yil ichida haraqqa va yoki zararli chekimlikka xuma bo'lib qilish ahvoli bo'lib baqqanmi? 18-savol, hozirning o'zida sizning haydash iqtidoringizga ta'sir ko'rsatgan ba'zi dorilarni ishlatamsiz? 19-savol, sizda shu mashina haydashga to'salg'u bo'lgan boshqa bir kasallik va yoki boshqa bir alomatlar bormi degandek, mana 19 turlik savol bor. Bu savolni sizlar to'shqizib avatgandan keyin ondan bunda bir parcha xat kelib, masalan, ma xat biz sizning sog'lomlik tekshirish jadvalingizni topshirib oldik. Sizning bu jadvalga asosan sizning B tipdagi qatnash vositalarini haydashda hech qanday bir to'salg'u ko'rmadik, haydasangiz bo'ladi degan bir javobchu. Ya'ni qisqasi shu sog'lomlik tekshirish jadvalini topshirib avatgandan keyin bu jadval maxsus bir doktor tarafidan tekshirilib chiqib, shu javob bergan javoblarimizga asosan bizning jismoniy va ruhiy jihatdan mashina haydashga loyiq yoki emasligimiz tekshiriladi. Ba'zida ba'zi kasalliklar sababidan biz to'shqizgan jadvalga asosan ikkilanib qolib qolsa, bizni balkim boshqa bir doktorxonaga ba'zi tekshirishlarni qilishga yo'llashi mumkin, ba'zi isbotlarni doktordan ba'zi isbotlarni akal deb talab qilishi mumkin. Yana ba'zi ahvollarda shu CBR bir haydash siniqi olib berishi mumkinchu. Bu haydash siniqi imtihon emas. Ba'zi bir ikkilanib qolgan ahvol ostida CBR haydash siniqi olib boradi. Ondan haydash siniqiga asosan bizga va yoki mashinaga nisbatan ba'zi fikrlarni berishi mumkin. Ya'ni masalan bizga nisbatan balkim qanday ahvol desanglar, masalan bir dori ichadigan ahvol bor deylik. Dori ichgan vaqtda masalan ba'zi bir dorilar bor, dorini ichib mashina haydasi bo'lmaydi, lekin ichib bo'lib bir 2 soatdan keyin mashina haydasi bo'ldi-chu. Ashta ahvol ostida balkim doktor shunga ilk mashina haydashdan 2 soat burun mashina haydang deyishi mumkin va yoki ba'zi ahvolda siz mashinangizni mundaroq o'zgartirsangiz yaxshi bo'lishi mumkin degandek taklif fikrlarni berish mumkinchu. Masalan, ba'zi odamlar bo'ldi-ku, miyib odamlar, 2 puti yo'q odamlar, shunday odamlarmi mashina haydasi bo'laverdi-chu. Lekin unda ahvollarda mashinaga ba'zi o'zgarishlarni kirgizish kerakchu. Ya'ni ular bizdek normal odamlardek putimiz bilan tormozni unda ko'plarni bosmaydi, balki uning mashinasi bir alayda o'zgartirilgan yo'lning sog'lomligiga asosan nim qilgan mashinalarda shu ashta bir takliflarni berish mumkinchu. Shunga bu jadvalni cho'qim rostchilik bilan to'shqizish intayin muhim. Chunki bu jadval oldi bilan bizning ondan boshqalarning bexatarligi uchun. Shunga men ba'zi bir kasalimni bunda kasalim bor desam, menga mashina haydasam bo'lmaydi deb qolamiki, u bu deb unda ansirab navbat kerak yolg'on javob berib to'shqizib qo'ysanglar, u vaqtda buning qonuniy jihatdan so'rg'i bor ish. Ya'ni agar shu yolg'on javob to'shqizilganligi oshkorlanib qolib qolsa, u chog'da qonuniy javobgarlikka tortilamiz. Endi yana bir xil ahvol, masalan, bir odamning tutqoqlik kasali bor deylik. Normalda u tutqoqlik kasali tutib qolgan vaqtda inson o'zining butun ashushini yo'qotadi-ku.
o şunu yo'qotib, o chaqda rolni tutish, yo'lda nim qilish, unda ishlarning hech qaysiga inkos qaytarolmaydi. Masalan, bir odam işte tutqoqlik kasali bor. Lekin men tutqoqlik kasalim bor desam, o chaqda meni haydiga qo'ymasligim mumkin deb, yo'q deb to'shqizib qolib qolsa. Masalan, bundan bu tekshirishdan o'tib ketdi deylik. Ondan pravnim oldi deylik. Agar navbat kerak, pravni olgandan keyin mashina haydab ketib berib, bir tutqoqlik kasali qo'zg'alib qilib yo'lda shuning bilan bir qatnash voqeasini keltirib chiqarib qo'ygan bo'lsa, har qanday bir qatnash voqeasida oldi bilan shu qatnash voqeasining keltirib chiqarish sababi cho'qim tekshiriladi. İşte sebebini tekshirib, agar bu odamninki tutqoqlik kasali sababidan shu qatnash voqeasi kelib chiqqan bo'lsa, agar bu odam endi bu tutqoqlik kasaliga giribdor bo'lg'ili 10 yil bo'lib, lekin shu vaqtda shu sog'lomlik tekshirishni jadvalni qanday to'shqizdi, bu jadval saqlanib qoldi-ku. Ya'ni 10 yil, 20 yildan keyin saqlanib qoldi. 5-10 yil. Shuni qanday to'shqizdi tekshirdi. Agar shu vaqtda endi tutqoqlik kasalim yo'q deb tekshirib qolgan bo'lsa, lekin doktorning diagnozida 10 yildan beri tutqoqlik kasali bor deb diagnoz qo'yilgan bo'lsa, bunday holatda yana mushta usullar orqali ba'zida bu jadvalni samimiylik bilan to'shqizmadimi bilalaydi-ku. Işte bilib qolib qolsa, o vaqtda shu voqeada kelib chiqqan bütün mas'uliyat, bütün iqtisodiy chiqimlarni sug'urta hech qanday ko'tarmaydi birinchidan, ikkinchidan shu odam yolg'on gap qilib bu jadvalni to'shqizganlik uchun qonuniy javobgarlik tortildi. Ondan balkim uning pravisi tortib ilinishi mumkin va yoki boshqa ma'lum bir oqibatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni qisqasi shu bu jadvalni o'zimizning bexatarlik uchun, oldi bilan o'zimizning, ondan qolib boshqalarning bexatarlik uchun samimiy holatda to'shqizishimiz intayin muhim. Endi bu jadvalni to'shqizib bo'ldik. O'zimiz dars olgan sho'purlik maktabiga maqtixing, ya'ni ijozatmi bergandan keyin bizga sho'purlik dars o'tgan odam imtihonga tizimlaydi. Endi bu imtihonning haqqiga keldik. Normalda imtihon haqqi hozirgi ahvolda shu taxminan bir 296 yevrodan tortib 304 yevrogacha, 280, 290, 300, 310 shu atroflarda bo'ldi. Bu pul shu biz imtihon bergan keyin bizga dars o'tgan odamning mashinasini haydaymiz emasmi? Shu mashinaning puli. Ondan bizda maxsus bir odam imtihon oladi emasmi? Shu imtihon olgan odamga maosh verish kerak, shuning puli. Ondan CBR, ya'ni qatnash idorasi bu imtihonlarni o'rlashtirdi emasmi? Maydon bilan ta'minlaydi, imtihonlarni o'rlashtirdi, shuning puli. Ondan bu ishlarni qilgan keyin jadval to'shqizib, uni qilib degandek mushta material ishlari va bularning haqqi, mushlarning hammani o'z ichiga oladi. Ondan bu imtihon haqqi odatda har qaysi maktablarga asosan balkim 5-10 yevro farqlandi. Bu imtihon haqqi yana qanday imtihon ekanligiga asosan har xil shaklda bo'ldi. Masalan, hozir tusuntay tutus deb bir imtihon bor, yana orliqdagi, o'tturdagi imtihon debchi. Ya'ni rasmiy imtihondan burun agar xohlasanglar, işte tusuntay tutus bir baxsanglar bo'ldi. Bu imtihonningki haqqi odatda ozroq bo'ldi, 200 yevro atrofda. Lekin rasmiy imtihonning haqqi shu 275 dan taxminan 300-310 gacha atrofda. Ondan imtihonni o'tamagandan keyin qayta imtihon bersakmi shu atrofda bo'ldi. Ondan tusuntay tutus degan buni cho'qim bir zarur emas, lekin bu emniyet imtihoni degan zodi qanday oldig'andi, bir ko'rib baqsam, bilib baqsam deydiganlar uchun, iqtisod jihati qiynalmaydiganlar uchun bir yaxshi tanlash. Shu normal imtihon qanday ilinsa shu holatda oladi. Ondan bu imtihonda mesela mashina to'xtat qilsilib, ba'zi bir mashg'ulotlarni qilsilib, agar imtihon olgan odam qilgan shu mashg'ulotdan rozi bo'lsa, o vaqtda rasmiy imtihonda bu mashg'ulotni qilg'izg'ili sanmaydi. Shu buni ham iqtisod jihatdan qiynalmaydigan, zot imtihon degan qanday bo'ldiganda bir ko'rib boqay deydiganlar bo'lsa, bir baxsi bo'ldi.
Anda məxsus muş imtahan birişdən qoğuduğanlar üçün fal angst egzamin dep mi var? Mesela bazı adamlar buldu maşina edeşdən imtahan dese normalda şuna yaxşaydigan adamı imtahan dese bir alayda ciddileşip ketip və qoğup ketadigan degandekçi. Şu vaqtda müşta fal angst egzamin tizimlasa bunda imtahanның imtahan haqqı sel yuqaraq boldu. Çünki bunda imtahan vaqtımı sel uzuraq boldu. Yani normal imtahanның vaqti şu 40 minutdan 45 minutgacha atrofda boldu. Lekin fal angst egzaminning vaqti odat 60 minutdan 70 minutgacha atrofda. Yani bu imtihanda mesela mashina haydab ketib turib tuyuqsiz bek jiddilashib ketib qolib qolsak, o chog'da mashina yo'lning bexatar joyida to'xtab turib, birdam tinchlanishga ruxsat berildi. Shu imtihonning vaqti sal uzunroq bo'lg'achqa, bu imtihon haqqi sal qimmatroq. Ondan imtihonni 5 qitim bir bo'lgandan keyin 6-cı qitimdagi imtihonni biz BNOR examen deymiz. Buning imtihon haqqi sal yuqoroq bo'ldi, chunki bu imtihonning ham imtihan vaqti sal uzunroq bo'ldi. Qilgan mashg'ulotlarning hammasi o'xshash, lekin imtihon vaqti 5-10 minut sal uzunroq. Chunki bu imtihonda 5 qitim imtihon berib o'tamaganlar 6-cı qitimdan boshlab mush shaklda imtihon berdi. Buningda imtihon oluvchi odam shu yil nima uchun o'tamaganlikning sababini so'rab, agarda imtihon berguvchi bir alayda jiddilashadigan bo'lsa, uni tinchlantirishga tirishadi. Ham oraliqda imtihon jarayonida jiddilashib ketib qolib qolsangiz, u vaqtda men bir 5 minut aram ilib olay deyish haqqinglar bor. Shu bu imtihonning vaqti shu sababdan sal uzunroq. Ondan yana sput egzamenda, masalan men tez suratda imtihon bergim batmış, bir ish kuchaytirib imtihon bergim bat desanglar, işte imtihon berishga mumkin bo'ladi agar yetarlik o'rin bo'lsa, unda ahvol ostida sizlarga shopirlik darsi o'rgatgan odam imtihon haqqini sal yuqoroq talab qildi. Yani qisqasi imtihonlar mushta usullarda imtihon haqqi mushta shaklda bo'ldi. Bu baha taxminan baha endi har qaysi shopirlik maktablarning imtihon haqida 5-10 euro farq bo'ldi. Chunki cho'qim 275 euro degan gap emas, chunki. Endi amaliyat imtihon, yani imtihon tizimlatdik, sog'lomlik tekshirishni jadval to'shqizdinglar, imtihon bersangiz bo'ladi dedi, hamma ish bitdi. Endi imtihon kuni yaqinlashdi, imtihonga keldinglar. Endi bu imtihon qanday bo'ldi degankin, imtihonga odatda o'zinglarga dars o'rgatgan odam bilan shuning mashinasini haydab birga borsizlar. Shu odam bilan birga kirsizlar bir cho'ng zalda, işte bir zalda nima qilgandan keyin sizlardan imtihon oldigan odam chaqirdi. Chaqirib shu bir maydonga kirgandan keyin u yerda o'ltirib bizning kimligimizni tekshirdi, ya'ni biz imtihon bergan biz shu emasmi deb. Shuning uchun bu imtihonga pasport, kimlik kartimizni olib kirishimiz kerak. Ondan nazariyadan o'tmaganlik tekshiriladi. Buni odatda imtihon oluvchi odam oldin tekshiruvchi. Ondan imtihonning qanday shaklda olib berilganligini qisqacha tushuntirdi imtihon oluvchi odam. Ondan sirtqa chiqqandan keyin oldimizdagi mashinaning plakatini o'qish orqali, ya'ni ko'z siniq olib boradi, ya'ni ko'zi yaxshi ko'ramdi, ko'rmamdi debchi. Ondan ba'zida mashinaga chiqishdan burun, ba'zida mashinada o'ltirib bo'lgandan keyin ba'zi nazariya bilimlarni so'raydi. Yani mashinaga chiqishdan burun nazariya bilimlar, masalan, mashinaga chiqishdan burun, mashina haydashdan burun nimaga diqqat qilasiz degandek-ku. Endi bularning hammani amaliyot darsi o'tgan odam sizlarga tafsil o'rgatadi. Masalan, biz mashina haydashdan burun oldindan mashinaning sirtini bir tekshiruvimiz-ku. Mesela biraz soğukatken yerler var mı yok, maşinin çakının hemmisi yılı var mı, ya biraz hak gelip tişiv etti mi, anda maşinin astıda bir may yıkıp kaldığı işler var mı yok, sırtını bir akor tekşir etkenden keyin çıkımız. Yani bazı maşinin içine kirgenden keyin bazı nazariya bilimlerini soraydı, yani adette mesela stardust lichtni qanday yoqsiz, mashinaning airconni qanday yoqsiz, havo tanshigishni ossangiz, mist for lichtni qanday yoqsiz, mist after lichtni qanday yoqsiz, yoki bir mashinaning ichidagi bir nimani ko'rsatib ma'lummi degandekchi har xil nimalarni so'raydi. Uning keyindan shu amaliy haydashni boshlaysiz. Ondan amaliy haydagan vaqtda normalda shu imtihon oluvchi odam ishni demasa, uddul haydasak bo'ldi-ku.
Agar o'ngga yoki so'lga buriladigan ishlar bo'lib qolsa, oldimizdagi birinchi afsilaqdan birinchi ayrilish nimasidan o'ngga buriling yoki Snell ve Richting Amsterdam, Richting Zaandam, yani tesirek taş yolga çıkıp Amsterdam yo'nalishiga haydang. Bu degandek har xil mushta buyruqlarni beradi. Uni biroq qo'raydigandan keyin ondan Google Map'ni ochib, ya'ni yo'l xaritasiga qarab, o'zi bir adresni kirgizib, bir adresni deb beradi. Ama falan adres, masalan, Amsterdam Stationweg numar 2 debçu. Mush adresni xaritaga kirgizib haydang deb, ya'ni yo'l xaritasi qarab haydayalam deydiymamdi deb uni sinaydi. Onun keyindan araliqda bir ko'chalarga kirib qolgan vaqtda mashinani bu yerda to'xtating, parkering qiling yoki yanchilab to'xtating degandek so'rash mumkin. Qisqasi mushta shaklda ilib beriladi. Imtihon turiga qarab 35 minutdan 70 minutgacha bo'ladi. Ya'ni boshtalamda dedik, har xil fal angist ekzamen, maxsus imtihondan qo'rqadiganlar uchun ayrim bir alayda imtihon degandek har xil imtihon shakllari bo'lgan bo'lishi uchun imtihonning turiga, shakliga qarab imtihon vaqtidan farqli bo'ldi. Ondan aydab kelgandan keyin naq maydonda o'tgan yoki o'tmaganligimizni uqtirdi. Ya'ni o'tgan bo'lsak, chiroyliqcha muborak bo'lsin, o'tdingiz deydi. O'tamagan bo'lsak, afsus o'tamadingiz deb, ondan nima uchun o'tamadi, qanda ishlar yaxshi bo'lmadi, bularning hammani deb berdi. Endi mush praktik ekzamenda qig'lu saldigan 10 xil mashg'ulot, ya'ni axtaraydan in raqtilayn, ya'ni tuz siziqni bo'ylab, tuz holat arqchilab paydash, axtaraydan fanin buxt, ya'ni bir yilqi qayrilma va agilma yo'lni bo'ylab arqchilab paydash, mashinani har xil shaklda to'xtatish, ya'ni yanchilab to'xtatish, fe'li parkerin aqmaq shaklda to'xtatish degandek har xil parkerin usullari bor. Shularni birasini qizg'ul soldi. Ondan omkeren dort steken deb, ya'ni mashinani bir qancha qitim rolni burash orqali tar yo'ldan keyniga yandirish yoki mashinaning rolini butunlay burash orqali keyniga yandirish va yoki davan siniqi deb, ya'ni ba'zi yo'llar borda yo'lning egizitilgan qismi debchu. Shunda egiz nuqtasiga chiqib bilan mashinani qo'zg'ata oladi, qo'zg'atqil soladi. Chunki egiz nuqtaga chiqqan vaqtda buni amaliyot darsini o'tadigan odam o'g'itadi. Bir xil qo'zg'atish usuli bor. Shu shaklda qo'zg'atmasak mashina keyniga yinib ketadi. Unda mashinani qo'zg'atib haydab minish, infuxen, ya'ni tezroq tosh yo'l qatilish, outfuxen, tezroq tosh yo'ldan chiqish degandek mushta 10 xil mashg'ulotni qig'ili soldi. Ya'ni qisqasi amaliyot imtihon mush holatda bo'ldi. Mush 10 xil mashg'ulotning hammani sizlarga amaliyot darsi o'tgan odam bir-birlab o'g'itadi. Ondan amaliyot darsi uchun men foydali 2 YouTube kanalini akeldim. Gerçi bu amaliyot darsi olsunmu, lekin shu videolarni ko'rishninki ko'p foydasi bor. Birisi Wolfram Beweis, shu YouTube'ga mush holat izlasanglar chiqadi. Ya'ni bu Wolfram Beweis'ninki bütün mesela mashinani qo'zg'atish, rotondadan o'tish, buxt, ya'ni shunda qanday qilamiz, qanday qaraymiz, chiqib ilk videolari shunda qisqa tushunish foydali. Shu buni shu normalda bu amaliyot darsini biz haftada 1-2 soat ders olamizku. Boshqa vaqtlarda kunda mushta videolarni amaliyot darsi ilish jarayonida mushta videolarni ko'plab ko'rib bersanglar, rasmiy rolning keyiniga chiqqanda aydashda ko'p foydasi borchu. Yana bir YouTube kanalı Streetwise TV debchu, bu maxsus bir amaliyot darsi o'tadigan odamninki YouTube kanalı. Buningdan har xil foydali videolar bor. Masalan, amaliyot imtihonida diqqat qilish tegishli nuqtalar, amaliyot imtihonida ko'p uchraydigan xatoliklar degandek u odam o'zininki amaliy turmushidan dars o'tish jarayonidagi, amaliyot imtihon ilish jarayonidagi o'quvchilar ko'p yuz bergan xatoliklar, shuna foydali videolar bor. Shunga bularni cho'qim amaliyot darsi ilayotgan qarindoshlarninki ko'rib chiqishini tavsiya qilaman. Anda mening atrofimda tanishlarimdan ko'p uchraydigan savol, biz shoferlik darsini birisi avtomat, ya'ni avtomatik xodlik mashina yoki saxakil avto qo'l xodlik mashina ikkisidan qaysini olsak bo'ldi-ku? Shunga ko'p bir savol, avtomatik xodlikda dars olsam bo'ladimi yoki qo'l xodda saxakil avtoda deydi.
Bu ilqi men tövəndə şu hər iki xil türdəki maşinninki artıqçılıq, kəmçilik tərəflərini yazıb qoydum. Bunu həm də hər bir adam özününki xarakteriga asasən, özünün ilqi həvisiga asasən, özünün iqtisadi əhvalıga asasən, özüge xasını tanlası oldu deb oylayman. Mesela avtomatik xodninki artıqçılıq tərəfi öyrənmək sal asaraq, çünki faqat ilqi tormoz bilan maynalan bassaq boldu. Heydeş rahat. Lekin bunun bu xil avtomatik xod murakkab məşğulatni qilishni xalamaydigan, mashina haydashdan ilqisal qo'rqadigan, lekin mashina haydashni o'rgangisi bor. Faqat may bilan tormozlar desab mansam bo'ldi, rahat haydasam bo'ldi deydiganlar uchun yaxshi tanlash. Kamchilik tarafi o'qish haqqi normal qo'l xodlik mashina qaraganda sal qimmatroq. Endin bu mashinani o'rganib pravo olgan vaqtda uçaqda siz qo'l xodlik mashinani haydayolmaysiz. Bu mashinani o'rganib pravo olganda sizning pravongizga faqat avtomatni haydayalaydi deb yozib qo'ydi-ku. Şun her vaqt avtomat maşinalar izleshingiz kerak haydash uchun. Ondan qo'l xodlik mashinanki ortiqchilik tarafi o'qish haqqi sal azaroq. Ondan pravni olgandan keyin har qanday mashina haydayalaysiz. Mashina bo'ldi ekan avtomatik qo'l xod har qanday mashina haydayalaysiz. Kemçilik tarafi bu mashina ko'p mashg'ulotni birli vaqtda ilib berish talab qilindi. Ya'ni may klapan, tormoz, qo'l, put hammasini birlashtirib mashg'ulot qilishingiz kerak-ku. Şunu bu müşta hamma mashg'ulotni tang qila oladigan ilqi moslashchanlikni olay, müşta bir iqtidorni olay talab qildi. Andan bu mashina şuna ashta bir ilqi har xil mashg'ulotni tang qila oladigan, mashina haydashdan qo'rqmaydigan, avtomobil mastalar uchun bir yaxshi tanlashchi. Şuna buni hamma odam o'zining sharoitiga, ahvoliga asosan o'ziga mos kelgan mashinani tanlasa bo'ladi deb o'ylayman. Ondan yana bir sizlarga beradigan taklif o'qituvchi tanlash diqqat qilish. Ya'ni Gollandiyada shofirlik maktablari bek jiq. Ondan mayli Gollandiyaninki nazariya imtihoni bo'lsin va yoki amaliyot imtihoni bo'lsin, qora yo'l mavjud emas. Ya'ni oson shaklda o'tadigan, pul uriblam o'tkazib qo'yadigan unda usul mavjud emas. Shuning biroz sizlarga menchi pul versang nazariyatni o'tkazib qo'yma yoki menchi pul versang prov yasab berma desa, u bir aldamchi degan gap. Shunga aldamchilarga aldanib qilishdan ehtiyot qilinglar. Biz Uyg'urlarning ichida işte Polshaning pravosini yasab berma, buni Yevropada ishlatalaysa deb işte pullarni ilib yolg'on pravoni yasab shunda dirolarga chetilib qolgan qarindoshlarimiz bor. Şuna bu mümkün emas. Çünkü hiç kim sizlarga unda pravo yasab berib qilolmaydi. Şuna işte bir aldamchilarga aldanib qilishni ehtiyot qilinglar. Bunda aldamchilarning qurboni bo'lib ketganda balkim ba'zida siz shu qonuniy javobgarlikka tortilib qolishingiz mumkin-ku. Ondan amaliyot darsi o'qituvchi tanlash intayin muhim. Şun adat her qanday bir şoförlük maktabininki sınaq dersi bo'ldi-ku. Şun o'qish tanlashda oldi bilan sınaq dersini bir saat sınaq dersi olib qilib, shu odamning dars o'tish uslubi sizlarga mos keladi degandek mush ahvollarga diqqat qilib, o'zingizlarga mos kelgan o'qituvchini, o'zingizlarga mos kelgan şoförlük maktabini tanlasanglar bo'ldi. Ondan agar atrofingizda işte şoförlük dersi ilib pravo olgan yoki hozir dars ilayotgan do'stlaringlar bo'lsa, tanishinglar bo'lsa, shulardan ham maslahat so'rasanglar bo'ldi o'qituvchi tanlashda. Masalan, darsni qandaroq o'tadi bu degandekchi. Qisqasi o'qituvchi tanlash intayin muhim. Endi shundan bilan shofirlik nazariya darsimizga doir butun nazariya mushiyat oxirlashdi. Endi inshaalloh bundan keyin vaqtimizning, sharoitimizning yor berishicha balkim taqlidiy imtihon savollarini, bir yurish imtihon savollarini qanday ishlaymiz, shu golland tilidagi savollarni uyg'ur tushuntirib, shunday videolarni yo'llab qilishimiz mumkin. Lekin hozircha emas, yozliq ta'tildan keyin. Endi bu darsimizning shofirlik
Firavsi nazariya imtihanga tayyorlik qilayotgan har bir qarindoshlarimiz uchun foydali, manfaatli dars bo'lishini umid qilamiz. Endi bu darslarni tayyorlash jarayonida shu Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq fondidagi fidoyilarimiz darsdan, ishdan, sirt vaqtlardan vaqt chiqarib jafoliq holatda tayyorladik. İnşallah bu əmgikimizin Allah'ın huzurida qabul bo'lishini umid qilamiz. Əməliyyat imtihanı dərslik tayyorlik qilayotgan o'quvchilarning mayli nazariyaga imtihondan o'tib, pravanlarni ilib, mashinani ilib, bir yaxshi bexatar musofilarni biz shinglarni umid qilamiz. Bu Allah'ның nimati bo'lgan aqlimiz ishlab chiqargan bu mashinalarning biz uchun foydali bo'lishini, kundalik turmushinglarga yaxshi foydali sharoitlarni ilib kelishni, ham shu foydali sharoitlarning ichida Uyg'ur millatimiz uchun xizmat qilishni unutib qolmasliklarini tavsiya qilamiz. Ma'qulamsa Allohga omonat bo'linglar.